Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa bizda inshaalloh ishlarimiz davom etyapti. Xo'p, bu xonadonimizga xudo xolasa oyoq tagiga kafellarini boshlab oldik. Xo'p, kafelimizni razmeri 60 ga 30, xudo xolasa chekkalariga lentalardan aylantirib, xudo xolasa ramka qilib beryapmiz. Xo'p, o'rtalariga ikkita gul o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib juda ham skromniy chiqyapti. Xudo xolasa archa fasonda qilib beryapmiz. Xo'p, kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlarni chiroyli qilib bitiraveramiz. Shu videomizga обязательно like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa yaxshi niyat qilaveringlar, inshaalloh hammaga shunaqa uylarda yashash nasib qilsin. Xonadonimiz juda ham fayzli, Xudo xolasa ishlarimiz ham ideal chiqyapti ko'ngildagidek.